Demak, sport mavzusidan uzoqlashmaymiz. Dasturimizda ayni mavzudagi yana bir reportaj. Aprel oyida mamlakatimizning sport tarixidagi muvaffaqiyatlari birgina futbol bilan cheklanib qolmadi. Ya'ni xokkey va yengil atletika bo'yicha vakillarimiz ham xalqaro maydonda o'ziga xos natija ko'rsatishdi. O'zbek sporti tarixida joriy yilning aprel oyi ketma-ket g'alabalar bilan tarixga muhrlandi. Saudiya Arabistonida o'tkazilgan 18 yoshgacha bo'lgan sportchilar o'rtasidagi yengil atletika bo'yicha Osiyo chempionatidan vakillarimiz umumiy hisobda 12 ta medal bilan qaytishdi. Ya'ni 3 ta oltin, 5 ta kumush va 4 ta bronza medalini qo'lga kiritib, o'z tarixida birinchi marta umumjamoa hisobida 2-o'rinni egallashdi. Shuningdek, xokkey bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi ham xalqaro maydonda ajoyib natija ko'rsatdi. Armanistonda o'tkazilgan jahon chempionatida xokkeychilarimiz o'z divizionida g'olib bo'lib, kelgusi mavsumda 3-divizionda qatnashish huquqini qo'lga kiritishdi. Davlatimiz rahbari futbolchilar qatorida xokkeychi va yengil atletikachilarimizni ham yuksak zafarlari bilan tabriklab, ota-onalari, ustoz va murabbiylariga samimiy minnatdorchilik izhor etdilar. Shuningdek, prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida bu yutuqlar eng avvalo yigit-qizlarimizning tinimsiz mehnati, yuksak mahorati, mustahkam irodasi va matonati tufaylidir. Bunda sport sohasiga qaratilayotgan e'tibor va tizimli davlat siyosatining ham alohida o'rni borligini ta'kidlash joiz deb yozgan. Darhaqiqat imkoniyatlardan to'g'ri foydalana bilgan va buning natijasini o'z yutuqlarida ko'rsata olgan sportchilarimiz tengdoshlari uchun haqiqiy faxriy namunaga aylanishdi.